Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Haqiqatan ham Komiljon juda ham ajoyib polvon yigit edi. Bunaqa yigit endi bir kamdan kam bo'ladi. Mana do'stlari hammasi yig'ilib, mana bitta chiroyli bo'lib o'tiribdi. Komiljon ham xuddi shu yerda o'tirganday, mana dadalari o'tiribdi. Ish qilib birovga ozor bergan yo'q. Butun kuch g'ayratini mana shu yaxshilikka mustaqillik davrida o'zini ko'rsatishga harakat qildi. Butunlay. Shu hech qachon sizlar ham kam bo'lmanglar. Mana shu Komiljon endi joylari jannatda bo'lsin. Bu hayot ekan. Hayot shunaqa narsa. Hamma hech kim bundan qochib qutula olmaydi, hech qaqa. Bu dunyoning ishi shunaqangi. Kelmoq, ketmoq. Shunaqangi ish bu. O'tdi ketdi iz qoldirib, polvon o'g'il qiz qoldirib, dilda o'tli muz qoldirib, jigarim o. Umr yetsa adog'iga, davo yo'qdir dil dog'iga, mard bel bormi belbog'iga, oy jigarim o. Uyim to'rida surati, achchiq ekanda qismati, achishadi dilim qati, jigarim o. Xotam to'ylarga o'xshagan, lek nabira to'y ko'rmagan, yuragi bevaqt to'xtagan, jigarim o. Parvardigor hammalaringga umr rizq bersin. Komiljonning joyi jannatda bo'lsin. Doim mana shunaqangi kunlarda eslab, do'stim, haqiqiy do'stim edi, haqiqiy akam edi, haqiqiy ukam edi degan nimalar bilan yuraylik hammamiz. Haqiqiy yaxshi o'g'limiz edi deb yuraylik. Hammalaringga Xudo omad, baxt bersin. Aslo kamlikni ko'rmanglar. Endi bu dunyoning ishi shunaqangi. Kelmoq ketmoqda. Bunga hech ham ko'p allaqangi o'zini nima qilish shart emas. Bunaqa noto'g'ri narsa bu. Ne odamlar shahid bo'lgan. Qancha odamlar shahid bo'lgan. 20 yosh, 25 yosh, boshqa. Mana payg'ambarimiz orqalaridan yurganlar qancha yo'q. Shunaqa bo'lgan. Eshitgansizlar, mana hammalarni eshitib, bilib yuribsizlar. Endi bu kunlar bundan keyin faqat yaxshilik, yaxshi kunlar kelaversin. Mana o'g'illari bor, o'g'illari katta yigit bo'lib, hamma joyda obro'li bo'lib, bir shu o'g'illaringni tanishtirib, ularga bir aka-uka bo'lib, chiroyli bo'lib yashab yuraveraylik. To'g'rimi? Endi Yo'ldoshxon unaqangi nimani keragi yo'q. Hammasi o'tdi ketdi. Unaqangi nimalarda foydasi bo'lmaydi. Allohga xush kelmaydi bu. To'g'rimi? Noto'g'rimi? Endi bo'lganda mana hozir shu yerda o'tirardi, qancha nimalar qilardi. Endi shunaqa ekan. Umri qisqa ekan. Endi hayot shunday qildi. Allohning ishimi, Allohdan bo'ldimi, bandadan bo'ldimi, kimdan bo'lgan bo'lsa bo'lgan. Endi bundan buyog'i hammamiz sabr, qanoat bilan chiroyli hayotimizni davom ettiraveraylik. Ilohi amin. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yawmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinas siratal mustaqîm. Siratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağzubi aleyhim veleddâllîn. Amin. Komiljonning joylarini jannatda qilgin. Parvardigor. Ko'rmaganday bo'lib yuraylik. Hamisha yaxshi kunlarda, mana shunaqangi nimalarda eslab, haqiqiy o'g'lim edi, do'stim edi, akam edi, ukam edi deb yuraylik. Bir
mana shu ko'rganda, mana o'g'illarini ko'rganda, Komiljonni ko'rgandek bo'lib yuraveradi. Allohu akbar. Rahmat. Bor sizlarga katta rahmat. Mana shunchalik eslab, qadrlab, insonni qadriga yetishni o'rganish kerak-da. Agar qadriga yetsa, ana bu odam qadrlashni o'rganish kerak. Arzimagan narsa bilan xafa bo'ladi, arzimagan narsa bilan boshi ko'kka yedi. To'g'rimi? O'shaning uchun hech qachon haligi qadrsiz bo'lmaylik. Hamisha qadrlab, eslab, haligi qilib yuraylik. Har bir narsani qadriga yetsangiz, ko'p narsaga chidaydi o'shada. Qadrlasangiz, odam ham shunaqa. Endi shunaqa ekan hayot, nima qilamiz? Faqat banda biz. Bandalar hammasi faqatgina shu sabr bilan yashab o'tamiz hammamiz. Necha yil birga ular hisoblanadi? Yoshlikdan shu birga katta bo'ldikda. Necha bermoqchi. Shunda Komiljon Xudo rahmat qilsin, yaxshi bilaydi. Oxirat obod bo'lsin. Shu o'zimizni ukamiz deb qo'ygan yoshligimizdan birga katta bo'ldik. Endi baxtlari umri uzoq bo'lsin. Ota-onasining umri uzoq bo'lsin. U ko'rmagan kunlarni ballari bo'lsin. Necha yil birga ular hisoblanadi akasiz? Komiljon bilan 10 yil, 15 yil chopdik. Ularga kirib kelishi. Uloqqa kirib kelishi. Shu otga ishvozida shu otni orqasidan Sirdaryolarga borib keldi. Chetga keldi, mana chetga kelib yana endi o'zini o'rnini topib chopib yurgan paytda endi mana shunaqa ishlar tugatib qoldi. Shu billa ot minib chopib o'rganib shuni Nizom akamlar orqasidan yurib chopdik-da. Ular ustozim bo'lgan Komiljonmi? Ustozi endi hammamiz ustozimiz shu Abdurahim aka, Komil aka, Nizom akamlarda. Shulardan orqasidan borib yurib, ot bersa minib chopib yurdik. O'zi odatda Tojik shahri polvonlari u yoqda yoqchiqlari suhbatga kelganda uyalishga bo'ladi. Komiljon o'rtog'imiz endi yaxshi yigit edi. Oxirgi marta billa chopdik. Yaxshi. Oxirgi endi o'zi ham yaxshi bo'lib namozga egilib yaxshi nimalar ham xulqi ham yaxshi bo'lib boribdi, endi yaxshi bo'lib o'zgardi endi. Umri qisqa ekan endi. Endi hammamiz boshimizda bor bo'lgan narsa. Oxirati omad bo'lsin. Sirdaryoga ham borib chopib, o'sha yerda ham yurib, Olim akam polvoncha Sirdaryodan Malikdan ustoz bo'ladi. Shu yerda biz ham, men ham borganman, shu yerda birga bo'lganmiz. Men Tohir akani uyida, ustozimiz o'sha Tohir akamiz, u olim polvonni uyida bu. Yerda ham yurganmiz bir yil. Shu bir sezon. Birga o'sha yerda chopib. Yaxshi yigit edi endi shu. Endi eslab yuribmiz mana, yaxshi yigitlik uchun
hammamiz eslamani o'tirib shuni aylayim. Ko'pini eslab o'tiraylik. Shogirdlar bilan Endi joyini jannatdan qilsin nomlaganni. Biz endi tun kun birga edik, ustoz bo'ladi bizga. Bizga otga yetalagan Omar akam, Komil akam. Bizga yetalagan shu insonlar. Yani ko'rgilaga endi o'tib ketishdi, umrlari uzoq bo'lsin. Joyi jannatdan bo'lsin. Tohirjon degan shogirdlari bo'lgan. Biz ikkovimiz otlarni minib qochib chiqib ketardik. Esda qoladigan ishlar ko'p bo'lgan. Aytoling birontasini. Oddiy suhbatda aytoling. Shu ot sovutinglar deb ishga ketardik. Biz Tohir bilan minib uloqqa qochardik. Kelib kaltak derdik, so'kishda eshitardik. Ishqilib yaxshi. Barbagamni otini qarardik, ikkovimiz ham u chopardi. Biz qarardik. Qiziq voqealar ko'p bo'lgan edi, hammasini aytgan. Bir kun vaqt ketadi. Komilakam shu uloqqa kirib kelishimizga sababchi bo'lishgan. Hisobimiz otlarni berib nima qilishardi, aylantirishardi ularni. Bir kuni o'yin uloq bo'ldi-yu, chopib borib nima degan bilan hali otni tellaganidan Tohir dedi, ularni tuya tikdimi dedi. O'yin uloq edi, chopib keldik endi. Otlar tuyaga chopganda tellaganda tuya tikdimi ularda dedi. Yo'q nimaga desa tuya tikkanini yiqitishsan, otni telladim. O'zi ishtirok etmoqda. Yo'q, ishtirasi yo'q. Oldinda toytiyatga to'lib ketdi dedi, buni chopmay qo'ygan otlar dedi. O'tirishda dedi. Sezonda oxiriga yetib bormaydi otlar. Birinchi chopishi edi buni. Qizig'ib bitta bosib, ketdik Tohir kaltaga. Qizig'ib bitta bosib. Otlar kuyib suv ketdi. Keyin yigit birga ketdi, kechqurun keyin so'kishdi eshitdi. Marpagam rahmatli bozor qildi. Otlarni qarab o'sha kapejda birga yotib, birga yurardi. Ikkita otlari bor edi, Marpagam rahmatli. Hali jiron oti bilan qora oti bor edi-yu. Ners bilan Yana bitta jironi ham bor edi, kichkina. Danchak deyilardi. Hali oxirida oldiga borsangiz yugurib kelardi-da ot. Yugurib kelardi, hali uloqdan zada bo'lganda, meni ko'rganda teskari qarab burchakka borib olardi. uloq otgan hozir. Ne oldiga kelsangiz burchakka borib, kallasini burib burchakka turib olardi. Zerikkan. Yaxshi davrlar bo'lgan, endi yaxshi kunlarni ko'rdik dedilar. Umri qisqa ekan, g'amlaganimni o'tib ketdi. Balariga bersin qolganlarini. Polvon bo'lsin ballar. Ot qanday katta, otni shu qo'lda surardi-da, mana bunaqa o'tdi, surib borardi. Mahmud Toyirni gapi bu. Yaxshi otga agar qamchi ursa, qamchi yig'lar ekan. Qamchi ot emas. Qamchi yig'lar ekanki, yaxshi otga urdi mana. Ko'ryapsizmi? Yaxshi otga qamchi ham kerak emas ekan. Shunaqa she'r yozganda, o'sha she'rni Nimaga bir tekisda yugurib ketayotgan otga uraverasizlarmi o'zi? Yana tezroq yetib borsin. Yana tezroq yetib borsin. Rosa ketib turgan bo'ladi, ulasizlar. Va polvon rahmatli tovrlarida shunaqa qo'li shirinki bo'ldi.
Ba'zi ovqatini yegan odamning lavlari yopishib qoladi. Qo'rg'on Rahmonlikka bir rosa ovqatlarda yaxshi taomlar bergan eng zo'ri o'rdak sho'rva. Aytib bering o'rdak sho'rvani aka. Ha, Martaka rahmatli upakovkada bet o'rda sen chiroyli upakovka ilingancha keldi. Shuni solasizlar, yeysizlar xolasizlar. Ha, xo'p. Mana shunda paksini upakovkani olib tashlabmanda tashlabman. Qozonga tashlab. Bu komiljonlar hali shug'ullanardi. Unaqa qilgangacha men endi tashlab pishirib, shu yerda o'tiribman. Keyin ot mingani chiqib ketdik. Jinday minishib turardi. Qaytib keldik. Ovqat tayyorda, bunday qarasangiz titilib ketgan. Ichi ko'rilgan yo'q. Keyin u o'rdakni ichida nimasi bo'lar ekan? Ichi olalari, shunaqa narsalar olib tashlash kerak. Bular keldi. Komiljon, Mahsxon, Mo'toy, Ali Bobirjon bor edi. 3 ta shogird bor edi, shu yerda o'rgatardi. Aka, pishdimi dedi ovqat. Yesa bo'ldi dedi. Yesak bo'ldi dedi. Hech bunasi yo'q. Keyin Martaka rahmatli ham telefon qildilar. Pishdimi? Pishdi, tayyor. Nimalarni tozalab olib tashladingizmi? Bunda uni ichida narsalar olib tashlash kerak. Halilar endi bunday ochqolay dedi-da mana har qanday. Komiljon bo'sh kelmadi. Ovqatga nima edi-da? Yaxshi edi. Dariyman. Qiziq voqealar. Ha, o'shanda aka vaqtingiz zo'r po'g'risiz. Qiziq ustoz Taomini, ha. O'sha umuman ovqatga aralashtirishmaydigan bo'lgan. Tuxumni yaxshi ko'rasiz. Ha, tuxumni tayyorlar. Ovqat birga yesangiz ishtahalar ochilib ketadi. Ha. Harakat ham bor. Agar demak sal ko'proq yesa bog'larga kuchli. Sasekiroq yeng. Men qarab turib hammasini go'sht bilan olyapti. Shinay yeyishmaydi. Bo'ldi shinay yeyishmaydi. Alloh tutmasa bog'larga jibilakda o'g'lon chiqsa, Alloh tutmadi. Bu yo'lakchadan kelishida biladingmi? Tezimiz boron, qavoq sog'liq keladi, chiqmaydi. Hani biz to'g'rilab qo'yaydi, paxtalar qo'yib. Keyin mana sezarding-da, bundan bir ish yurmaganini qavog'i solgan tizimsiz yo'qqa qoladi. Emasam, shakka deb kiyina uloq chiqqangina kishinardi. Chiqmadi kerakda. Ular boshlangan kirib ketishdi. Ko'pincha yosh bolalarimiz Dilmurod akam ham shogirdlari meni kirib ketishadi. Biza ko'p bo'ladi. 200 metrga Dilmurod akam undan ancha olgan. Komil akam USM kattagan. Bak arkasiga meni ko'tarib ketasan deyishardi. Rahmatli Komil akam bozorda ishlashardi. Bozorda arqadan baqa qarab savdo qilardim. Arqadan kelib shunda bo'ynimdan ushlasa o'zi bilardim-da. Voydod deyishni boshlardi. Odam ko'pmi, kammi farqi yo'q. Shunda o'shardi, voydod dedim, shunda qochardim. Bir kun ichkariga olib kirishdi, yelkamga o'tirishdi. 5 marta o'tirib tursang qiynamayman deyishdi. Aniqmasam ha. Endi ves qanday katta. Bo'pti dedim. Yelkamga ishda yurib 50 kiloli shakarni ko'tarib ancha o'rganib qolingandi. Shunda ustimga o'tirishdi. 5 marta o'tirib turdim, nari joyda. 5 marta o'tirib turdim, men bo'ldirdi. Endi qiynamayman.
bugun qiynayman xolos yomon qiynashardi. Ha sizlar hazillashib sizga qiynagan nimasiga agar boshqa odam bo'lsa nogiron bo'ladi. Ayniqsa maqom mohir to'ylar yomon qiynashardi. Ichuvchilarni so'kishchi. Endi ichsang falon qilaman desa, o'lgandan keyin yaqingacha bunday qilib qarab ichyapti yo'q. Hozir ham bor o'sha. O'tib ketgandan keyin tushib kelgan yo'q ekandirmishda. Ichsang falon qilaman deganda, itaraman degan. Qiynayman. Qiynardi xolos. Ba'zan qaragan odamga chin ko'ngildan uryapti. O'ylaydi, odam yaxshigina qiynabdi. Melisalarni ko'zdan hazlash, albatta keltirsan hazlashib, u melisalar o'g'rini izlab kiribdi. Kirib seryozni turdi, u tanishaganda. Hazlash turib, "Men bunaqa to'qiyapsan" dedi. Hay, darishni Melisaga. Melisa o'g'rini izlab kirgan uni. Chatamdan to'qiyapti deb, "Qani ko'raychi" deb olib turib, qo'lini qayerga to'xta o'ziga. Haligi holim Melisa abid bo'lyapti, birov yaqinlashmaydi. Olmas ekanda uni. Shu ololmas ekanda. Qimlasa hisoblar ekan. Qo'li og'rib, rahmi kelib ketyapti, u formada turibdi. Aka degan qo'yaraman dedi. Aka dedi 1 soat bari qo'yarman. Oxiri dalani qo'yardi-da. Shatgan bir hazil. Sarg'onga ham birga yosh balacha edik. Biz endi ancha kichkina uloq chopmasdik unda. Komil akam, Aziz akamlar ot minib borishardi, Azim akamlar. Bir kun Sarg'onga ketib turib, Komil akam ko'p meni qiynab ketishardi, o'rgatib ketishardi endi Azim akam, Komil akam. Buni qilib bosasan akani, uni qilib bosasan deb. Aytishdi, mana ularga xursand bo'lib, o'sha kun tug'ilgan kun edi. Bugun tug'ilgan kunim bitta chopsam, ziyofat desam. Desam, ha bo'ldi deb, hali uloq chopishni o'rgatishni yana ham kuchaydi. Uloqqa bordik. Sovrinni kichkinaroq uloq edi. U paytda biz uloq chopa olmadik. Keyin chopmayman, bir marta olib kelib berishdi, tushiryapman, kuchim yetmayapti. Sevoqsan solishing kerak bugun sen, nima qilib bo'lsa ham marra qilishing kerak. Biz so'shing deyishimiz kerak deydi Komil aka rahmat. Deyishdi, keyin bir nima qilib eplolmadim, 10 metr qolganda olib borib takani berib ba'bi solgizishdida ana bo'ldi. Endi biz Pontiga sani uyingda ziyofatda bo'lamiz işte. Bo'ldi dedim, mana yarim yo'lga kelgandan keyin qochib ketdim. Yosh balachaman, ularga men pachili qololmay u paytda. O'shani sani kitobingga yozilganmi, bizga osh qilib berishdi, bir 5-6 yil gapirishdi. Men ham 5-6 yil osh qilib bermadim, o'tib ketishdi rahmat. Yoshlikda xonarmi? Komil akamni o'rgatishganda menga xonardi. Bir kun qumda uloq bo'ldi. Rahmatli Komil akam Ahad akamni yetalayapti. Ahdan Olim akamning o'g'li Shoruh kelgan. Endi mehmon biz borsak Ahda uloq soldiratdi. Endi baqa kelganda bir uloq soldiraylik dedim. Aslida pastga marada ishladik. Buzov tashardi, buzovni ko'targan kuch yetmayapti. Keyin taka tashaganda nari maraga bordi. Shu o'tmaslarni oldin edi. Takani Shoruh aylantiryapti, Ahda Komil akam Ahad akam aylantirdi. Aqqa poyini olib ko'tarishimga Ahad akam oldi poyini ko'taryapti. Eslaysizmi Ahad aka? Komil akam ber deyapti. Men yo'q, bermayman deyapman. Shoruhga bosirish kerak. Keyingisini bostiramiz deydi. Bu yo'q deyapman. Keyingisi ham bo'lmaydi deyapman, o'zi bilib turibman. Bo'pti, ber, o'zim beraman deydi. Shoruhga bering dedi. Yo'q, hozir uloqsiz qolasan. Keyin Ahad akamga bo'pti deb berdim. Qaysi ko'kat edi o'sha? Kimdir baxtishgan ko'katimi? Ko'kat keladi. O'shanda o'zi Komil akamdan vash qo'rqaman, keyin kalta ishim bilan yo'q deyapman, bermayman deyapman. O'zi taka har zamonda bir tegadi. Keyin bor. Ha, Komil akam o'rta tashagan-ku.
keyin yo'q o'sha keyin o'sha uloqda komil akamga ham chiqmadi keyin nasib qilmadi. O'zi ishlar o'zi ko'tarishga umaydi tonni. Ha. Hech qo'ldan yo'l yo'ldan hech tortmagan ha. Juda ham yomon bo'ldi. Yaxshi. Bular yopishmas. Ahad bilan ishlasam kuchim ko'p bo'laveradi. Shukur akam bilan ishlasam kuchim yo'qolib qolyapti. Shukur akam bilan ishlasam kuchim yo'qolib qolaveradi. Aman sen Ahadjon boramsiz. Men davolayapsiz aqlar to'g'ri. Shukur akam bilan baqirardi. Yomon baqirdi. Lekin akani tepasi yomon bo'lishardi. Komil akam shunday kunda bo'lmagan, qashqarda bo'ldi, oxir bo'lmagan. Mardon tepada 40 minut uloq bo'lgan. Dadam Komil akamni olib kirib birinchi so'kib olardi-da, nimaga olib kirmasdan achchig'ini chiqarib olardi. Ha, sen bo'lsan desa, shimarib qoladi. Ammo shu 40 minut ko'tarilmagan takani Komil akam bosib chiqqani. Qancha marra qolmagan istamagan. Nima G'ayrat aka otiydi, hali yulduz edi, dahani yetmay qolgan. Keyin Olim akagami, Pasbirov aka. Olim akam ham 1,5 metr yurib tushirgandan keyin. To'g'ri, yo'q. Katta sovrin Juda chiroyli chiqqan. Sariq otdi. Kinagasida otda, kinagasida. Birinchi to'yini men baqirib syomka qilganman, Sardor hojini ajdaridimi? Ha. O'shandagi. Aspo'j akani uloqlarida bo'lganda. Birinchi to'yi O'g'illariga uloq chiqarishgan, chuqurda bo'lgan uloq. Abdullah hocadan kelish kerak ekan, mehmonlar bor ekan, xudoga uzr so'rab oldi, ko'pchilik kelish kerak edi. Bugun ham ikkita otvoz to'y qilyapti, bittasi Armondan aka, bittasi Jamshid hoji. Shuncha ko'p polvonlar to'yda o'tib qoldi. Ko'pchilik uzr so'rab oldi. Ya'ni ko'pchilik kelardi bo'lsam bugun. Hoji hali yarim polvonlar ham to'yda o'tib qoldi ham. To'ylarda degan polvonlarimiz bor hozir. Ota onam kuydirib dog'da, dardlarga jim chidagan ukam. Ota onam kuydirib dog'da, dardlarga jim chidagan ukam. Bedavo dard oldi gul chog'da, dunyolarga sig'magan ukam. Bedavo dard oldi gul chog'da, dunyolarga sig'magan ukam. Xursand bo'lganimda Sardor Abdulloh chiqardi. Ahmad Komilni otini choptirdi, o'g'li keldi. Ko'p kam ko'rilganda ularda bunaqa holat. Polvonni yaxshiligidan, hurmati borligidan, o'tgan necha yil o'tgan bo'lsa ham mana shogirdlar nomini aytib yuribdi, lekin otvoz niyat qilgan ekan. Xudo xohlasa shuni o'lmoq keladi, o'g'limni yediramiz deb ota alohida choptirildi. O'g'liga alohida sovg'a berdi. Biz masalan muxlismiz, lekin ko'rib biz xursand bo'ldik. Olgan odamdan ko'p xursand bo'ldik. O'g'illari ham ish qo'zg'otga tomlagan. Ancha katta bo'lib qoldi, xudo xohlasa 3-4 yilda safga o'chirib qolamiz, xohlasa katta bo'lib qoldi. Qarab, qo'limizdan kelgancha yordam qilamiz, xudo xohlasa.
eng xursand bo'ladigan joyi Tohir akam shu solganda e'lon qilgizyapti. Men har xilda solaman, esimdan chiqib qoladida. Ayttiraman deyman. Esdan chiqib qoladi. Keyin uyga kelgandan keyin esga tushadi. Mavlud Bobon shogirdi deydi. Qaytib kelib bo'lsa ham biz ko'p ko'ramiz faqat. Qaytib kelib bo'lsa ham tribunaga yaqin turgan odam eshitadi baribir. Shogirdi bor, vositagan, tomlakan. Bo'ldi. Bir ikki uch kun bo'ldi. Tomlakan ismlarini qo'yish. Ustoz bunaqa polvon bo'lsin deyapti. Ha, bo'lsin. Opa qo'yibdilar-da. Sinoq. Aytdi shunaqa qog'ozga bozor boraverishdi bo'lsa. Mana endi kelibdi, yaxshi narsa eshitdik. Ahvoldan kelishdi, ishlatib qo'ydi. O'zim qadrlayman. Xudo xolasa niyatda amakim bilan bir umraga boraman deb. Havas qildik. Masalan, ko'pchilik ota-onasini olib bormayapti. Lekin mana yaqin o'rtog'ini dadasini olib borib, niyat qilgan ekan, niyatiga yetsa iloji. Xudolarni hamma yog'i qanday aka. Men shu ayam bilan dadamni umraga olib boraman. Niyat qilib yurdi. Davomida borib dadamni nasib qilgan bo'lsam aka. Gapirdim. Ular ololmagan kuni ko'p duo qilmabsizlar-da, dada dedi. Ana keldi. Sizlarga duo qildi. Yigitani tayida o'tirardim-da, ulardan kelguncha. Yigitani tayida ko'cha asfaltda. Hacha kela, shu kelsa bo'ldi. Ketishida o'sha ballarimga ham izini supurtirmas edim. O'sha yerda bo'lsam. Aytgan bedabayaga borsam o'zi suv keladi. O'g'it keladi. Suv savonga borib gaplashib keladi. U fermer keladi, bu fermer keladi, suv yo'q. Uch marta ko'rdim. Mana gapiradi ko'proq. Qirg'izda bir nima o'rganagan. Bir git bo'ydi. Billa. Gapiradi, Shukr aka deydi. Sizda olmagani gapiradi. Bobirlarda hali kichkina. Farruhmi? Farruh. Uyda yurganda. Ekkoy. Oboraman dedi, borolmadik. Hep Armonda qoldim-da. O'sha kuni kirganimda 40 yoshgacha yigit kishiga o'lim yo'q kitobga yozilgan. 45 marta ayoli telefon qilgan. Men o'sha kuni qanday uxladim bilmayman. Unakida tursa uxlamasdim. Kirmaganman-da. Ana shu armon bo'lyapti. Xuddi men o'zim qamagandek bo'lyapman-da, meni xayolimda. Hammasi mana omonjon, hammasi zo'r edi. Bozor keladi, shahrilar nima setib ketdi. Staloyda mehmon adremga nimaga. Kechasi boribdi Nozim degan. Nima qilasan dedi. Nozim chiqmabdi. Keyin ishga chiqdim. Endi ko'ngil g'ash lekin. Ishga chiqib ketdim. Dadam telefon qilishyapti. Qaydasan? Yig'isini turibdi. Qanada ishlaydi. Biz ham aytmadim. Ha dada, qaydasan sen? Bansaga kelgin dedi. Aytay. Sen shunday qilmagan bo'lmabdi. Meni hayolimga onalarning umri uzoq bo'lsin. Bir kun oldin onasini mazasi yo'q edi. Dada, onalardir deb so'radim endi. Ishonmadim-da, Komil akang ishonmadim. Keyin o'g'lim dedi, tepasida turibman Komil dedi. Kim ishonmagan? Ha. Qanaqa kirdim bilmayman-ku. Endi kirganimda ishonmadim ama. Mana Tohirjonim bor edi. Akam Hoji akam bor edi. Odam
masalan joni chiqadi-yu, u Komil akamni joni chiqqan lekin tirikka o'xshab yotardi-da. O'lganga, uxlayotganga o'xshardi. Ishonmadik ammo. Keyin baribir endi qabrga kirgungacha lekin ishonmadik. Komil akamni o'tganiga ishonmadik. Ha turib ketadi, hazilkashiydi-yu. Hozir shu hazillashyapti deb o'ylardik-da. Nimada endi nima qilayki, men roziman, boqqanimga hammasiga roziman. Shu Oqqo'rg'ondagi domlalar mana Muxtorxon domla, Abduhafiz domla, dadamni og'inlar bor, Ulug'bek hoji bilasiz. Jo'man. Oxirgilarda shular bilan. İlk kunda, 3 kunda rasa chaqirardi, duosini olardi. Muxtorxon domla olim odam. Lekin Muxtorxon domla ham uncha nimaga yig'lamaydi. Komil akamni o'lganida Muxtorxon domla ham bo'lmay qoldi. Hozir masalan har jumada nima telefon qiladi. Komiljonga duo qildik deydi mana. Tavadan ko'rdim. Ikkada o'tirishgan ekan. Olmagan. Bordim Avazxon ayniqsa o'shancha 30 ta 40 ta tavadan odamni o'qiydi-yu bilasan, ha, qabristonning ichida. Nimasi? Dahmadi. Mani duo qilaman, unga suvni sepib, bo'lak qilib, o'sha yerda nechta odam o'tirgan bo'lsa, hammasiga aytib, shu insonni farzandi mana bu 100 ta archa, 100 ta olicha, endi qolgan oziq-ovqatni so'ramang, hamma odam kelardi. Desa, nima ikkovimiz turibmiz, Azamat ikkovimiz. Nima bittasi tog'a mani tog'am bo'lar deyapti. Men endi shoshilib aytgan bo'lganda, tog'a deganni eshitib chiqib ketdi. U Zaynabamni Nosirni nimasi ekan, singlisi, apasi. Keyin o'ziga kelib aytdi. Shu yomonligini eshitmadim-da, ayniqsa Ma'rifxon, Xudo rahmat qilsin. Ko'p borardi. Ko'p yerda. Nimada o'tirardi. Navoiyda. Bundan bu yana boringlar. Ana shu akam biladi nechmarta. Rosa niyat qiluvdim, borib domlaniga, to'yiga bir aylantirib olmakabiga. Aman deb endi bunday lodovlik qilibdi. Ayniqsa mana gaplarda dadang, o'zing mana borsa shunday qilsa bo'lardi. Qilgin. Savobli ish qilgin. Baytab nimani, bog'chani nimaga oluvdi, otaliqqa oluvdi. Bog'chani, o'zimizni bog'chani. Unisi u o'tgandan keyin bunisi barabi berib yuboruvdi deb pul beradi. Men qayerdan bilaman uni nech pul beryapti. Qirg'izda ayniqsa mana nimalar Sobir akani o'g'illari hammasi keladi. So'raydi o'ting undan. Undan senga o'ting bo'ladi deb. Endi hali ham ishonmayman-da. O'sha kuni yana o'tgan kuni, shanba kuni o'tganda nimadan Toshkentdan katta domla bor ekan. Muxtorxonda nima Avrom Muxtorxon degan. O'sha keldi ko'rgan bo'lsang. Kelsa odamlar, ballar bori haligi balani katta ilmi kuchli ekanda qo'lini o'pyapti. Uncha 7 kishi moshadan tushdi. Qanday tushganini bilmay qoldik. Qanday ataman. Tushdi o'sha kuni. Endi o'sha nimam tushdi xolos. Keyin menga ham bunday qilib Raufxonlargacha keldi. Rahimlar. Endi hurmati yaxshi ekan. Yaxshi ta'lim bergan ekanman deb bir xil paytda o'zimdan xursand bo'lsa, o'zimni ko'tib nima qilaman. Mana shular birortasi mana o'zing, dadang, mana Hajjon, mana Tohir, mana Dilshod. Bular hammasi hamda yaxshilik tarafida gapiradiki, biror marta nima qilmaydi. Mana Qirg'izda ham, qayerda bo'lsa shaharda ham nimani Almardonni dadasini bir ikkovcha bo'ldi taniganimizga. Usmon bilan o'rtoq ekan. Hali serjant milisa bilan.
Borsam bitta katta o'ynagani boramanda zeriksam. Shunaqami, shunaqa gapirib turib, akangni gapirib, uyimga borardi, falon qilardi, piston qilardi deb telefon nomerigacha berib, katejiga kelib o'tirdik, bular qildik bir kun. Dada yo'q keldi Olim akalarni. Keyin Alimardon olib bordi, hammasi keldi o'sha. Bitta hali Farruh yaqa ko'micha uyda yurganda, o'sha yoshlik futbolga kelganda. Bugun o'shalargacha aytib berdim. Hamma yoqda tashlab ketdi-da. Hamma yoqda tashlab ketdi. Men bir xil paytda endi moshada yurasan, kimdir maza qilib endi sarxursandchilik qilmasam, u ballarni kim katta qiladi. Agar xotini erga tegib ketganda kimni dadadirdi? Ana shu yerda qotiradi meni. Ana shu yerda o'ylayman. Kimni dadadirdi? Hozir sudsiz bermaydi birorta balasini. To'g'rimi? O'g'il olib ketsa, bir nima qilaman? Yaxshilik tarafini gapiraveraman. Xudo xohlasa yaxshi inson bolalar yaxshi insonni bolasi yaxshi inson. Nimaga boqiyapman otini? O'sha yetadagi bir nomi chiqsin, qolgani nima o'sha ham nevaralari, ayniqsa kattasi kimda olib bordi deydi. Ishqo'z. U kuni Nurmuhammad nima kelmovdi, Jamol kelmovdi, dalaga olib borib beraman desa, katta nevaraga beribdi. O pastdan bir vaqt shu yerdan qo'llar chiqaryapti. Rashidni bog'ini tepasiga kelib, kapanni oldiga kelib to'xtaganda, tormoz bo'lganda ichib ketdi nevara. Dod qildi, raza peshinda o'qib chiqdi. Ne chiqsam, toza dod deyap borsam oldida tepasida o'tiribdi, qamallamay turibdi. Ba'da nevara dod deyapti. Voy, bu degan Nurmuhammad yugurib keldi. Alda mo'rni yana o'tga chiqarib olib ketdi. Ichib ketdim deydi. O'sha joyda yuribman bunaqa narsa bor. Unisi yo'qot deydi, menisi falon deydi. 3 yildan keyin sal yetalaydigan bo'lsa, o'zarigada men nima qilaman uni? Piliga ish qo'ymasman. Dilbarodga aytaman, Tohirga ham aytaman hammasiga. Nomi chiqsa bo'ldi. Jinday bo'lsa ham. Ana o'sha Tohir to'ygini ham, ularnikini ham rosa gapirdi. Endi bu nimasi, nimadan? Eldor Sardorlarni qildi, mana o'zi cho'qdi gapirdi. Narsalarni berdi, apay oladi, olib keladi, savur. Ko'radi alayni ishqa yo'laveradi, olib kelma Jalol. Bizga kerak emas, o'zingga, mana qarayapsan, biza yana o'qib deb. Uni ko'rgandan keyin dod deydi. Hech bandani farzandi o'tmasin. Hech bandani Xudodan kunda e'tibordan tilayman. Dushmaningni ham. Sirdaryoda Boburda bo'lyapti. To'yga yetgan Boburda. Boramiz deb Komil gapirasanmi? 3-4 kun boramiz deb qilamiz. Boshida taksi to'g'ri, taksi nima qilib olib, namozni olib, pravolarni olib, haydardik tavakkilni bo'lsin. Shetda uxlaganicha nimadan chiqdik, danadan o'sha uxladi, Sirdaryoda turdi eshikda. Malik ketib olgan. Endi to'yni o'tkazib, boshamiz qaytdik, yana uyga uxladi. Mana keyinda turdi. Boshladi aslida. Ha, sherik binolar o'zida yashoqlaydi, sherikka ishonib qo'ydi. Shofir o'zim yana sherik olganmiz, Elyorjon degan bola. Bular uchimiz borib, Malikda to'yni o'tkazib, Bobur to'yini olganlar ko'rishib edi. O'sha o'zi sog'inib qolgan ekanda borib aylanib kulamiz deb. Shuni qo'ygan ekanmiz. Bolalar hamma shogirdini ham bidatchi ichsa bir marta sekin davr sansirardi-yu. Shu Mastxonni bir marta ham sansiramaganda, bolalar amalik so'kmagan hamda Mastxon bu ham tabiiyligini bilardi-da.
tabiiy bo'ladida. Masxonni o'sha o'ziga ham ko'p aytgan. Agar sizlaveraman ekan deydi. Hamma ham sizlaydi-yu. Masxonni qattiq yaxshi ko'rgan o'sha. Nimadan endi yuvingani kirib chiqsa faqat hayron qolaman-da. Biz Xudoyim berganmi? Hamma yo'g'i joy-joyida dedi. Nima qilay endi? O'rgat. Shu kelib, uyga kelib bitta duo qilib ketsalay bo'ldi. Hech nima kerak emas. Boringlar, qachon bo'lsa eshigim ochiq. Shu biz og'ayni bo'lganmiz endi shu o'zimizga ham Xudo necha yil umr bergan bo'lsa, shunisi damlaganda ishimizda. Xudo xolasa yodimizda, o'zimiz jonimiz chiqqungacha yodimizda damlagan. Bolalari ham. Bolalariga mana Tohirjon, mana Omon akam, mana bari hammamiz o'tiribmiz. Xudo xolasa shu otasi bizga qanaqa badlashgan ekan bizni. Qayerda bo'lsa bitta uloqda emas, qayerda bo'lsa aka desak bir marta teskari qaramagan. Xudo xolasa, Xudo umrimizni uzoq qilsa, bolalarga yordam qilamiz, bog'chada. Xudo xolasa shu otasidan kerak bo'lsa zo'r polvon bo'ladi. Kamronbek, Xudo xolasa, Imron bilan Kamronbeklar Xudo xolasa zo'r polvon bo'ladi. O'shada ketdisam, o'shani umrini ko'pi biladi. Har qanday afg'on qilganga qaraydi. Shu yerda ham nima istaydi, ko'p o'tiraman-da. O shomdan keyin kirib ketaman. Bunday qaraydi-yu, g'alati bo'lib, uni tanimayman-da man. U yaypalik, lamnachalikmi, narsani bir otini chopgan o'sha ekan. Har qanday quvib bordi, man nima bo'ldi ekan debdi. Deya qarab, Kiyonlarga borib to'xtasam, Palonqiston chiman. Shunaqa bugun kelolmadim. Deb uzr qilyapti endi mayli. Uyingizda bo'lsa ham, ko'chada bo'lsa ham duo qilsangiz bo'ldi deb. Shunga aytdi, otini bir narsa esimdan chiqardi. Abdulloh aka. Bu nimadan Byuroydan Uchko'prik sentri necha kilometr chiqadi? Byuroydan Uchko'prik sentri. Oshxona joy bor. 3 kilometr. Hali joyda birga o'tirdik. Endi xodimlar bilan o'tirildi. Men uxlab qolganda shu uyqusini buzmaydi, shuni yelgalab sentrgacha ko'tarib ketdi-da. Kechqurun. Buzilmadi shunday. Buzilmadi. Ya bir buzildi. Qarasa piyoda ketishga to'g'ri keldi. Oshib, qaysidan ko'tarib ketyapti. Qattiq uxlagan ekan. Qattiq uxlagan. Yaxshi uxlagan. Yaxshi polvonga qo'laga kelsa ko'tarib ketdi. Boshqa odam tortib yoqiladi yerda. Oyog'ini mana uzib ketdi. Yo, qizig'i Damasga chiqqandan keyin o'zimga kelib, men uyda qolaman desam, yo'q ekansiz dedi. Yangi olganimizda men bemaslahat bo'lishlardim-da. Bitta olib keldim. Hech kim bilan maslahat qilganim. 12 million. Ha, 12 million. Hali yot kichkina edi-da. O'sha kottejda otxonaga olib bordim. Bitta otxona bo'sh edi. O'sha yerga olib kirdik. Ne aylanib keladi, Tohir. Haqiqatan ham shunday uloq chopmoqchimisan deydi. Ha, desa, seni ko'taradi, ularni ko'taradi. Kichkina edi. Keyin uyga olib ketaman dedim-da. Ertalab olib chiqib tursam, ha, dedi, uyga olib ketaman dedim. Desam, nima qilasan uyga borib dedi. Dadamga ko'rsatay desam, dadangga borib ko'rsatma, oting bilan kallangga uradi. Oting bilan kallangga uradi. Ot bilan. Kichkinaliga oting bilan kallangga uradi. Men bog'imni masxara qilaverdim. Bog'ning ichi burchagi.
yelkasiga qo'yib po'rista to'g'risida o'tirib turardida man charchardim. Ha, bitta tozasi havos bo'laydi. Aytdiyu. Mani nomimda aytmaylar. Komiljon nomini aytsalar bo'ldi. O'zi mani otimda menga ketdi. O'lab olgan bo'lsa deb 3-4 marta aytdiyu. ha, Rahmat aka. Uch-to'rt marta aytdi marifon. Qizlari yaxshimi, balari? Ha, yaxshi. Endi o'g'li bor. Yo'q, o'g'illar, nevara o'g'il bor. Bu haqdagichi kuyovada qizi nimada o'g'li bormi o'sha? Ha, o'sha ko'kmatchi tarqasidagi. ha, Hemiyda. O'sha Qotaga boradi. O'sha uy yigitam katta bo'lib, o'shanda o'g'li bor, ha? Qizidan. ha, bitta Bittami, bittami? Bitta. Bittami? Ha, hozir o'zlari Xudo xohlasa. O'sha yaxshi tarbiya qiladi. Endi ertaga ham yaxshi tarbiya qiladi. Bitta bir 20 ta 30 ta qo'y bor, ot bor, o'lar bor. Menga telefon qildi. Sariq nimani ukalar ekansiz dedi. Qo'ydi desa, u kagra sariq echki turuvdi. Ben echkini mo'shaga tiklab, ay olib kelsam marg'onni uyga olib keldim. Narsa qilamiz dedi. Qassob ham tayyor ekan. Endi mo'sha orqasini ochsam, echki olib keldingizmi dedi. Mani qo'rqitaman dedi. Sariq deganiga men sariq qo'y yo'qda, sariq echki bor. Ha, desam qo'y dedi o'dim dedi. Unga telefon qilmadim, mo'shani sirasi bilib kelib edi. Otxonaga kirib. Sariq juni bor ekan, qo'yni yuklab katta qo'y. Olib keldim keyin. Bitta o'zlari ham shetaylar. Ablaxonni, nimani Ahmad. Nima do'parasida suvida kelgan. Kuladi haliyam marhum. Xudo rahmat qilsin. Mazza qilardimda gaplashib. Marhum bilan. Ikkovi bilan ham. Tirnavestaga bevaga yaxshi tushadi. Hamma o'rtoqlari u klientda ketavermaydi beroq. Eshikni ochadi ayniqsa bu. Mayda kutiladi u klient. Hali achigan shaftolini oladi. Undan keyin necha marta qaytdi yugurimiz. Bir kun yaxshi tomoni ko'p edi. Hozir ham ayatan ko'rsatib turibdi. Joynamoz turibdi moshada. Hali nima gazni nima qiladigan joyda ayatal kursi kitobi. Uyga ayasi olib qo'ygan nimasi ham turibdi joynamozlari. Joynamoz orqada bitta mixni ham yuklamas edi. Moshagada toza yurardi, endi yuklagan bo'lsa ham. Endi men endi hamma yoqda yuklayapman. Mosha tacha bo'lgandan keyin hammasi sotadi, yo'q sotmayman. Tunikasini o'zi ilib qo'yaman deb tuzatib, Xudoga shukr mana xizmatimni qilyapti. Ballarni bog'chaga olib boraman, maktabga olib boraman. Marazda yeyman deydi, qirg'izga olib boraman. Bozorga olib boraman. Shunaqa o'sha moshasi yarayapti ham. O'zimda nomimda emasda, o'zim nomimda. Nimani Kamoliddin nima oti Omonjon nomida edi. Kelib generallikqa o'tkazib oldim. O'shasini. O'sha 55 ta aktiv kelaveradi, aktiv 55. Hammalaringga rahmat. Shunchalik hurmat qilib, yaxshi tomonni gapirganlaringni esdan chiqarmayman, Xudo xohlasa. Men Xudodan aylanay, Xudo xohlasa bir nima bo'lsa baribir hammalarni chaqiraman. O'sha niyat qilib o'qib. Shaharda ham ballar. Voy mana bu nimada G'ishko'prikda bir zanimatsa qiladigan joy bormi? Ikkita bala keldi. Novcha shibargan shimlar. Kelib xota qilib telefon nomerlarini berib ketgan. Kalvak. Kalvak kuch qayerda o'sha? O'sha G'ishko'prikka ketaverish. Falon boring, u narsa gapirib ketgan. Telefon nomerigacha tashaga qilib kelmaydi.
Gapirib yuborsa man nima o'ylayman deb bir kun boraman. Man bilmabman-da u kuni ixtiyor aytdi, bir narsa qilamiz. Video dedimi, bir narsa dedim. Endi o'tirish qilyaptimi debman-da buni. Xotirlasa endi man bilmabman. Kelib bildim. Yaxshi bo'ldi. Mana shunday ajoyib o'g'ilni tarbiyalagan. Mana shu boshliq Xo'jayi xo'jayi aytishadi. mana shunchalik hech qachon haligi yo'qday haligi bular nomi o'chib ketadi. Mana bular hammasi eslab mana shu kunni shunda mana shunday do'sti borligini, shunday ajoyib chavandoz polvon borligini eslab bugun yaxshi chiroyli tadbir xursand bo'ldim. katta rahmat sizlarga. Rahmat. Bu martabalaring baland bo'lsin. Esdan chiqmaydigan Toshkondan nima kelgan aktyor Ulug'bek Yunusov degan bitta oyinimiz bor. O'sha kelib polvonni ko'rgan, mahallaga borgan, tojik qishloqqa borib, hali billa osh yegan, o'tirgan. Keyin mana shu kanalda 40 kunda kovlangan ekan u. 40 kunda. 39 kunda ekan. Ha, 39 kunda. O'shanga kino olaman. Komiljon siz обязательно qatnashasiz. Shu bir 5 ta 10 ta nimalardan, polvonlardan chaqirib, shu kurash tushadigan joylari bo'ladi, uloq choptiriladigan joylari bo'ladi. O'shanda sizni olamiz, o'zingiz nimalardan yig'asiz, ot kerak bir 20 ta 30 ta deb aytgan, gapirgan. Keyin shundan keyin mana shu voqealar bo'lib o'tdi. Ulug'bek ham so'rab turadi, ballari katta bo'lib qoldimi? Hech kim o'ylamagan, hech joyda yo'q nima. Shunday narsalar bo'lib ketdi. Ko'rdingizmi? Kim o'ylamagan? Ishonmayman dalil, ishonmayman. Hali yoshimda joyim bordi. Man nima qilayman, man bo'lmayman deyman deb baribir hammaga farzand bo'lar ekan. Man chiqib ketaman ko'chaga. Apay endi kunda kelar o'taman yig'laman. Palonchida 2 ta 3 ta o'g'li kuyib ketyapti. Chidayapti, xudodanmi deb aytaman. Bo'pti deydi yana. Yana bir aylanib bo'lsam ko'chada man nima yo'qotaman, nima qilaman, erta chiqaraman. Bo'lsa meni uchatirish, yeb turib man yeyman hozir. Domla, sekin o'zingizda nimangizni ayting. Hamma gapini siz gapirmang. Ya bor aka. Mana shunday Komil akam bilan polvonni chiroyli yigitni 2014-yilda tanishganmiz. Yaxshi inson edi. 2 yil billa shug'ullandik. Endi biz uloq chopmaymiz, otga ishqiboz qilgan Komil akam bilan hozir ham uloqlarga tomosha qilgani boramiz. Mana shu polvon akalar hammalari bilan shu Komil akam orqali tanishib, otga ishqiboz bo'lib yurganmiz. Ko'p qiziq voqealar bo'lgan. Bir kun biz shug'ullantirardilar. O'zlari oshga borib kelaman deb oshga ketdilar. Biz endi shu Ahmadli Marpam akim sharoitlarga berishgan edi. Xonaga hamma yoq borib o'sha yerda shug'ullanardik. Gapga ketdi-yu deb pechkani yoqib, issiq qilib uxlab qolibmiz. Keyin bir ko'zimizni ochsak, bir kishi ot qamchi bilan uryapti. Qarasak yondagan. Sizlar yaxshi shug'ullanib oldinglarmi? Dedilar. Ha, shug'ullanib bo'lib ko'z ketib qolibdi dedik.
Chigalta edi yana. Ajoyib inson edi. Joylari jannatda bo'lsin. Bunchalik hurmat qilib kelganlaringga, hammalaringga rahmat. Sog' bo'linglar. Sababsiz bo'lganingizga sizga ham rahmat. Rahmat bo'lgan shu ko'chada har kunlarimiz soat 1-12 kirib ketamiz. Soat 4da turadi. Shu xaritaga qo'yilgan. 4da turadi. Bozorga chiqaman. Telefon qilaman. Men nomim bor bozorda do'konda olib turadi, telefon qilaman. Siz kelmayapti turibdi. Sho'rvani pishirib, o'zi o'tga yoqishadi, sho'rvani pishirib, suyaklarni olib, sho'rvani ichib, ishiga ketadi. Har kun shu yerda, har kun. Men hayron qolardim. Uxlaydi, qanday uxlab biz turolmaymiz, o'tirib oladi shunaqa narsa bo'ladi. Otxonaga ham borib keladi. Shuni arasida otxonaga borib keladi. Lekin ko'ngli toza, haqiqiy. Birovga anaqa nimalik joyi yo'q edi. Haqiqiy inson. Yaxshi inson, Nurotskiy. Bozorda Komiljonda ko'pchilik Zulmida qaynabda ota bo'lgan. Otaka deyardim. Xudo xohlasa mana shu videomiz sizga ko'rsa aytadi, kommentariyada yozadi. Komiljonda masalan bozordagilar hamma taniydi otani, lekin hamma erkaklar otaka deydilardi. Abed paytda chiqib o'zi hamma bilan hazillashib, 5 minut gaplashib ketardi. Rahmat, shu otaka desa bo'ldi, hamma Komiljonni yaxshi taniydi. Sizlar ham bozorda taniganmiz. Ota orqali emas, bozorda taniganmiz. Bozorda taniganmiz biz ham. Taniganmiz, muomala qilganmiz. Birinchi videosini qo'yganimizda xuddiki o'zim ukam so'radi, aka kim zakaz qildi videoni. Men tanirdim, fotografiyani yaxshi. O'zim tanishdim, o'zim shunday qo'ydim. Aka hali ko'rasiz, bu bitta video qo'ydingizmi? Shogirdlar обязательно so'raydi, tanishlar so'raydi deb aytdi. Xudo xohlasa 3-sini ishlayapmiz hozir. Mana sizni o'zimiz shuncha tanish-bilish bo'lgan uchun qo'yganmiz. Keyingisini ukam aytgan, masalan, yana qo'yasizlar videoni, hali shogirdlar so'raydi, chalasi bo'ladi. Lekin biz xudo xohlasa yaxshi muomalada bo'lganmiz, yaxshi inson edi. Mana xudo xohlasa o'tgandan keyin shogirdlari, tanishlar ham orqasidan muomala har uloqda aytiryapti. Potvozlar hammasi eslayapti. Farzand bo'lsa, amaklar farzand bo'lsin. Hatto Komil akam orqali hamma bilan tanishganman. Sardar yaxshi. Qaysi polvonlar bilan tanishgan bo'lsam, Komil akam bilan birga yurib, hamma shu masjid hammani o'sha Komil akam orqasidan borib taniganman da. Biz tojiklarda o'zi qandoshlarimiz bo'lsa ham, yo'q, qandoshlar aka bo'lmasa ham o'sha Komil akam bilan shu qaysi polvonnikiga bo'lsa birga borib birinchi o'sha bozorga chiqqanda Komil akam tanimas edi. To'g'risi, o'sha bozor Komil akam bilan o'sha birga yurardik. Biz 5-6 yosh bolachalar tomosha qilib olib borardik. Hamma siz Komil akam shogirdingizni biladi. Biz Komil akamni otda birdik. Ko'pincha 76 ularni ne haydab qo'yardi, aqada bo'lardi. Haydab qo'ysa, pastdan bari tanimasdan bunda qochib ketsa, quvvalab yetib olib, Komil akam shu sakrab minardi. Ayollarni Komil akam ularga mindirib ketardi. Keyin ba'zida biz noqulay ismini bilmasdik. Mana Komil akamni otdi. Ashu ko'tarib yursang polvon bo'lasandirmi? Oldin meni ko'tarib chopasang, keyin ot chopasandir. Yaxshi insonniki, yaxshini gapirib tugamaydigan inson. O'zimiz ukamizdek bo'lgan. Insonlar har kuni insonlar o'zidan bo'lsa ham to'g'ri bo'ladi. Yaxshini gapirgansiz tugamaydigan inson.
Alhamdulillahillazi atamana wa sahana wa ja'alana minal muslimin. Shunchalik noz ne'matlarni berib, yedirib, ichirib qo'ygan Yaratganga Allohga hamdu sanolar, maqtovlar hammasi o'ziga bo'lsin. Qolganlarga baxshodat uzoq umr, tansadik, xotirjamlik. Yerda Qur'on o'qimasa bo'lmaydi. Auzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillahi rabbil alamin rahmonir rohim. Maliki yawmiddin va iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا إله إلا الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات ما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وخلفهم ويحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. O'qigan Qur'onlarimizdan hosil bo'lgan savoblardan o'tganlarga uzoq umr tilaymiz. Tani saatli xotirjamlik bo'lsin. Shu Komiljon o'g'limizni joylari jannatda bo'lsin. Xudoyonda qolganlarga hammalaringga bilaklaringga kuch-quvvat bersin Parvardigor. O'rnini yo'qotmay doimo chiroyli harakatlarda bo'linglar. Rabbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azobannar. Va salamun alal mursalin valhamdulillahi robbil alamin. Rahmat. Sizlarga katta rahmat. Mana shunchalik eslab, qasdan qilgan ishlarga rozi bo'lasizlar. O'tiramiz ekan dedi. Hayotda ko'tarib ish to'kin bo'ldilar. Hamma sizlarga Alloh taolo Parvardigor o'zi panohida asrasin. Balo qazo ofatlardan, yomon ko'zdan, yomon niyatli odamlardan, o't bolasidan, suv bolasidan, quruq tuhmatdan, nomahal ajaldan, tepadan keladigan pastdan chiqadigan balo qazolardan, ofatlardan Allohning o'zi asrasin. Rabbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azobannar.